Ko'pchilik so'radi, yangi gullaringizni ko'rsating deb boshladik. Bu Xoya karnosi rasmda boshqachadir, qanaqadir baylarda kulrang narsalar bormi, menga umuman yoqmadi. Eng g'alatisi, u juda kam suv icharkan, har kuni suv quya olmas ekanman va juda tez o'sarkan. Bu stand-upsiz neon rangi menga yoqmadi. Qanaqadir sariqroq yashilmi, yam-yashil gullarim orasida bir donagina mallavoy bo'lib turibdi. Eng yoqmagani 22 ta ko'chat bor ekan. Yozgacha bitta xonani egallasa kerak. Endi o'tirib chernok kesaman shekilli. Bu Antiurum clani nomi qiyin ekan. Qarasam velvet tovusdek tovlanar ekan. Juda g'alati, ko'zimga tinchlik bermayapti. Nega bunaqa o'zi? Bu esa Streliza Nikolay kichkina gul ekan deb olgan edim. Bir yilda mandan baland bo'lar ekan. Endi xonamda daraxt turishi qoluvdi-de. Bu Philodendron hedresum. Buni gapirmay qo'ya qoling. Baylari zebraga o'xshaydi. Yetmaganiga shu baylarning chetlari volnistый. Yangi tuvega ko'chirdim. Oporaga hammasi sig'maganiga kesib suvga solib qo'ydim. Hali yashamasdan bolalarkan deb bu gul. Xullas yana zo'r gullar oldim. O'zimga o'zimdan rahmat.